Jorjina Rodrigesning yangi sevgilisi unga Parijda saroy sotib oldi. Lekin bitta shart bilan. U Cristiano Ronaldo bilan ajralish kerak. Shou biznes olamida zilzila kabi portlovchi voqealar. Yaqin manbalar aytishyaptiki, Jorjina Rodrigesning yangi hamrohi, jozibali italiyalik Deji Donati unga aql bovar qilmas taklif qilgan ekan. U Parij markazida 50 million yevrodan oshiq qiymatga ega hashamatli saroy sotib oldi. Lekin hayratlanarli shart bilan. Nihoyat u Cristiano Ronaldo bilan butunlay ajralish kerak. Bu oshkor qilish mashhur juftlikning kelajagi haqida katta mishmishlar to'lqinini keltirib chiqardi. Ko'pchilik ularning munosabatlari kameralar olisida allaqachon qiyinchiliklar boshidan kechirayotganiga ishonadi. Jorjina bu jozibador taklifni qabul qiladimi? Yoki Cristiano Ronaldo ularning munosabatlarini saqlab qolish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qiladimi? Yaqin kunlarda bizni katta syurprizlar kutyapti. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.